Robot basitiga 550 metr, maktabga 500 metr atrofida yaqinida joylashgan mana shu hovlimiz sotuvga qo'yildi. Bu hovlimiz ikkita, ya'ni xohlang katta hovli qiling, 3,5 sotuvdan 7 sotuv. Xohlasangiz kichikroq hovli istagan bo'lsangiz, 3,5 sotuvdan alohida kadastrli ekan, ikkitasining ham hujjatlari joyida. Robot yaxshi qatsiz, ko'chalar asfalt bo'lgan, suv, elektr hamda gaz mavjud bo'lgan xonadonlarimiz sotuvga qo'yildi. Ikkitasi ham quruq yer hisobida, oldida mevali manzarali katta o'zini alohida daraxtlari bor. Огородimiz o'zi ham kattagina ekan. Ichkariga kirganimizda bu tomonimiz ham 3,5 sotuv, mana bu tomonimiz ham 3,5 sotuv maydonni o'z ichiga oladi. Aytib o'tganimdek, xohlang bu tomonni oling, xohlang bu tomonni. Xo'p, hujjatlari joyida, narxi 38 ming dollardan 3,5 sotuvni o'zi. Bu tomondagi 3,5 sotuv ham xuddi shunaqa 38 ming dollar. Ikkitasini oladigan bo'lsangiz, narxini ozgina kelishtirib berishar ekan. Egalarning telefon nomeri bilan videoni pastda aloqaga chiqib, ushbu hovlini sotib olishingiz mumkin. Videoni maksimal darajada robotlarga jo'natib qo'ying, sababi ikki xil variantga mos tushadigan hovli doim ham chiqavermaydi.